Mana shu xonamizda patolog boshlaymiz. Xonani razmeri 3.67 ga 5.13, ikkita o'rinli patolog bo'ladi. Hop. Video davomida razmerlar haqida, rasxod material haqida batafsil aytib boraman. Birinchi o'rin patologini boshlab oldim. Ikkitadan shirib qo'yiraman. Mana patologni birinchi o'rinini rekasini tortib oldim. Zakazchik o'zi patologga pinafol urib berdi. Hop. Bu lyustrani joyi. Lyustra osishga mana gipsokartondan keyin qiynalmasdan Lavrada bunimiz o'zi ikkinchi o'rin bo'lyapti. Mana hozir chiqib ko'rsaman. Bu ikkinchi o'rinda rekas tashaldi. Tashalgan ilindi. Mana ikkinchi o'rinni rekasini bursog'ini chetini g'ildiratib oldim. Hozir birinchi o'rinni gipsokartonni xotiraman. Mana va nihoyat xonani uborka qilib tozalab oldim. Ko'chada yorug'i. Ko'chamiz yorug'. Vot, xona sargini qorong'i qoldi. Ko'ziga qiynalaymiz. Shunga ham qaramasdan birinchi o'rinni gipsokarton bilan apshirka qilishni davom ettiraman. Kamina qoldi. Mana birinchi sloy patologni bitkizdim. Birinchi o'rin deganim. Vot. Soat millari 18:40. Biz ishlayapmiz. Kechasi emas. Mana ko'cha qop-qorong'i. Lekin patolog tugadi. Stigni chokni ochmasligimizning sababi baribir baqa ikkinchi o'rin tushadi, reka tushadi. Shu sababligi ochilmadi.